Qaranglar, xarakter qanchalik o'zgarib ketgan. Ashulaga samsaxonalar bo'laydi oldin. Hozir bormi yo'qmi bilmayman, lekin ashula most bo'laydi, most deyapman. Tunnel taydan o'tib litsega o'tib ketaylik. Bu yer avtovokzal edi. Yana bu yoqda kompyuterxona bo'laydi. Sanjar aka kompyuterxonalar faqat ko'chib kompyuter o'ynashga borardim, lekin yoshligimda qayerda. Aşağıdan yıldan ötüp geçsek 52. maktab bor edi. Yep, kimdir qo'lini ko'tardi. Qanday, mana Toshkentlik bolalar kelibdi desam, litseyga o'qigan bachalar keldi. Qanday? Litsey ko'rsamizmi, yo'qmi deyapman. Bir qadam o'z kirib ketsak, mana tashqaridan o'zi ham ko'rib ketaylik endi. Oshxonamiz. Ana bu yer oshxonamiz bo'lgan bizani. Bular mana bizani o'quvchi qizlar qarang qanaqa yuradilar. Bizlar vaqtida ham shunaqa yurardi. Uzun yubka kiyib yuradilar. Ko'rdingizlarmi? Qanaqa aqlli qizlar. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Stadionimiz suvlab qo'ydi. Ana stadionimiz, hozir futbol o'ynaganmiz. Yotoqxonaga boramizmi? Mana bu yoqqa bitta joy bor, kim biladi yozaveringlar. To'g'rida ham bor, o'qiganlar bo'lsa yozaveringlar. Mana bu qizlar yotoqxonasi edi. Ha, nima? O'zgargan, men mashina kirgan. Eng oxirgisi 3-inchisi bizani yotoqxona edi. Mana bu yoqqa transfer qilaydik biz. Assalomu alaykum. 12ga keling, litseya bugun bayram. Assalomu alaykum. Siz yaxshimisiz? Yaxshi. Rahmat. Sardor edi. Taniyapman. Ro'zimurod domlaga o'qigandim. U yoqqa eski yuz bor edi, o'sha yoqqa tayyorlab turganmiz. Litseyga ro'zim uchinchi. Yo'q, texnikaga. Mustafa Ahmedov tayyorlagandilar. Ha, texnikada. Ahmad ustoz mayli. Ilam aytganingiz kelsin. Mana shu bizdan xona bo'lgan. Asal. Olimpiadachilar mana shu xonaga dars qilardi. Bu yoqda borib chiqib dars qilamiz deb vaqtlarda bitta kino ko'rardik yoshirincha kompyuterda. Dars qilganman. Aldama, kino ham ko'rgansan bu yerda. O'sha keluvdik yo'q ekansiz. Endi xudoga shukr. Omadingiz bersin. Rahmat ustoz. Mayli zalitiku, muzey bo'ldi. Ha, masa zali muzey bo'lgan. Aktivniy zal. Ana muzey bo'lgan. Qani endi o'zimiz topishga harakat qilamiz. Mana Qorako'lda o'qiganlar, kuchli odamlar. Mana bu yoqda hamma bitiruvchilar, mana ustozimiz Sultonmurod Jumayev. Mana bu. Shumi? Mana bu. Endi sizlarga savol. Qani nechinchi o'rinda turibman? Nechinchi qator, nechinchi o'rinda men turibman? Yozaveringlar kommentariyaga.